Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'nın madadi bilan sizlar bilan misilli Şeyh Xoliddin Mahmud Juhani hafizahullahning Ramazonga tegishli bo'lgan bir kitoblarni darslik qilayotgan edik. Alloh taolo hammalarimizni mana shu Ramazon oyiga Alloh taolo yetkazsin. Kitobimizni boshlayotgan paytda Ramazonimizni tugatamiz niyat qilgan edik. Alloh taolo mana shu niyatlarimizni yetkazsin. Alloh taolo darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo qilayotgan amallarimizda, so'zlayotgan so'zlarimizda ixlos bersin. Mana bugun Jumada Saniyning 2-kuni. Jumada Saniyadan keyin Rajab oyi, keyin Sha'bon. Ramazonga ham oz vaqt qolyapti. Mana 3 oy vaqt bor. Ya'ni mana 3 oydan Jumada Saniyda mana oy boshlandi. Jumada Saniyning bugun 2-kuni. Keyin Rajab, keyin Sha'bon, keyin Ramazon. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga o'zi yetkazsin. O'tgangi darsligimizda Ramazon oyidagi, ya'ni Ramazon oyida roza tutishlik bir yillik gunohlarni kechirishligini aytgan edik. Ana shu to'xtalgan joyimizdan bugun davom ettirib boshlaymiz. Sheyx 7-sallahada aytadiki, al-umratu fi Ramazon ta'dilu hajjata ma'a Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Sheyx Alloh rozi bo'lsin, juda ham foydali bo'lgan bir sallaha keltiryapti. Ramazon oyida umra qilishlik Nabiy sallallohu alayhi vasallam birga haj qilishlik bilan barobar deyaptilar. Mana bu sallahasiga bir hadisni dalil qilib keltirgan. Bu hadis Ibn Abbosdan rivoyat qilingan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ibn Abbos Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadi. Bu hadis mutawatir, sahih hadis, Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ravah Buxoriy va Muslim an Ibn Abbos radhiyallohu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة أو حجة معي أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدل في كل شيء فمن كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لم تجزئه عن الحج وهذا الفضل عام لجميع المسلمين. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ansonlardan bo'lgan bir ayolga aytdilar. Yani ansonlardan bo'lgan bir ayol kishiga payg'ambar alayhisalom aytdilar. Fa iza jaa Ramazon, qachon Ramazon oyi kelsa, fa'tamiri umra qiling dedilar ayolga. Ansonlar bir ayol payg'ambar alayhisalomga kelganda, biron narsa so'rab kelganlarda payg'ambar alayhisalom shu suhbatlarida umra qilishni payg'ambar alayhisalom aytganlar. Ramazon oyi kelsa umra qiling dedi payg'ambarimiz. Keyin aytdilarki, nima uchun payg'ambar alayhisalom umra qiling deb aytdi? Payg'ambarimiz aytadiki, fa inna umrata fihi ta'tulu hajjatan. Ramazon oyida umra qilishlik dedilar. Ramazon oyida umra qilishlik haj qilishlikka barobar dedilar. Ya'ni hajni savob beriladi dedilar. Hajga barobar deyaptilar. Aw hajjata ma'i yoki men bilan birga haj qilgan bilan teng dedilar. Sheyx mana bu hadisda sharhlab aytadiki, taqum maqamuha fi thawab. Aytadiki, ya'ni payg'ambar alayhisalom haj qilishlikka yoki men bilan birga haj qilishlikka teng dedi. Ya'ni buni ma'nosi savobda shunday dedilar. Masalan, bir odamning bo'ynida haj farz bo'lsa, Ramazon oyida umra qilsa, u haj soqit bo'lib qolmaydi bu odamdan. Balki hajga savob beriladi. Ya'ni fi thawab, shuncha savobda uni o'rniga o'tadi deyapti. La annaha ta'dilu fi kulli shay. Ana shu hajga biron bir narsa unga barobar bo'lmaydi. Har qancha amal qiling, lekin siz bo'yningizda haj farz bo'lsa, sizdan soqit bo'lib qolmaydi. Endi haj badal deydi, bu boshqa masala. Biz hozirgi darsimizga tegishlik, ya'ni faqat hajda savobi beriladi. Alloh taolo shakur zot. Shakurning ma'nosi mo'minlar ozgina amal qilib Alloh ko'p qilib berish degan. Keyin darslarimizda aytdik, Alloh taolada ash-shakur degan ism sifati bor. Uni ma'nosi mo'min kishi ozgina amal qilib Alloh ko'p qilib berish degan. Haqiqatan mana bu hadisdan ham buni bilsak bo'ladi. Alloh taolo qanchalik ash-shakur degan ism sifatiga loyiq ekanligini. Ramazon oyida umra qiladi Alloh taolo. Umrani Alloh savob beradi. Va Alloh taolo yana nima? Hajni savobini Alloh taolo beryapti. Yoki payg'ambarimizdan birga haj qilgan. O'ylang, payg'ambarimizdan birga haj qilish qanday katta baxt.
Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida siz umra qilsangiz Alloh shuncha ajr savobni Alloh taolo beryapti. Faman kana alayhi hajj fa'tami fi Ramazon. Qaysi bir kishining bo'ynida haj farz bo'lsa, Ramazon oyida umra qilsa, u hajdan soqit bo'lmaydi bu odam. Hozir aytgan so'zimiz hajdan soqit bo'lmaydi. Yuqorida aytganimizdek, bu hajni savob beriladi xolos. Va hadal fadl mana bu fazilat ammul jamiyal muslimin, musulmon hamma musulmonlarga birday bu deyapti. Hamma musulmonlarga birday bu. Yani Payg'ambar alayhisalom Ansorlardan bir ayol kishiga aytdi-yu, qachon Ramazonga kelsa umra qiling dedi. Faqat bu ayol o'ziga cheklangan emas, balki qiyomatga keladigan musulmonlarga, mu'minlarga bu hadis tegishli. Agar Ramazon oyida umra qilsa Alloh subhanahu va taolo albatta mana bu hadis ixlos qilib shu umralarni o'zini farz, vojib, sunnat hamma odoblarni hamma narsasi to'liq rioya qilsa, mana bu hadisda inson umid qilib, har bir inson umid qiladiki, mana bu hadisga muvofiq Alloh taolo haj savobini yoki bo'lsa Payg'ambar alayhisalom birga haj qilganning savobini beradi. Hammalarimiz shu niyat qilaylik, Alloh taolo umra qilmaganlar niyat qilaylik, umraga Alloh taolo yetkazsin. Umra qilganlar yana niyat qiladi, Alloh taolo yana umraga Alloh taolo yetkazsin. Bo'lib ham hammalarimiz niyat qilaylik. Ramazon oyida umra qilish mana bu hadisga muvofiq. Ramazon oyida umra qilishga Alloh taolo mana nasib qilsin. Alloh taolo hammalarimizni o'zi yetkazsin. Yana sheyx bir salloha keltiryapti. Al-ajru fi Ramazon muda'afu liza kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam yukthiru min sadaqati fi. Sheyx aytadiki, Ramazon oyida ajrlar bir necha barobar ko'paytirib beriladi deyapti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyida sadaqatlarni ko'paytirar edi deyapti. Mana Payg'ambar alayhisalomning Ramazon oyida qilgan amallaridan bittasi nima? Sadaqatlarni Payg'ambarimiz ko'paytiradi. Va bundan boshqa yaxshi amallarni Alloh taologa bo'lgan yaxshi amallarni ko'paytiradi. Ramazon oyida Alloh subhanahu va taolo ajrlarni bir necha barobar ko'paytirib beradi. Yustahabbu lil muslim ayukthira min jami'i anwa'il ibadati fi Ramazon. Li'anna Ramazon shahr tatada'afu fihi al-ujur wal hasanat. Shay aytadiki, har bir musulmon kishi uchun Ramazon oyida ibodatlarni turlarini ko'paytirishlik mustahab bo'ladi deyapti. Ibodatlar ko'p ibodat qilishlik kerak. Mana bu hadisda keladi, Payg'ambar alayhisalom esgan shamolday harakat qilardi Ramazon oyida. Esgan shamolday. Li'anna Ramazon shahr. Chunki Ramazon oyi tatada'afu fihi al-ujur wal hasanat. Ramazon oyida ajrlar va hasanatlar bir necha bor ko'paytirib beriladi. Qarang, bundan boshqa oyda bunaqa imkoniyat yo'q. 12 oy ichida faqat Ramazon oyida shu imkoniyat bor. Boshqa oylarda bu imkoniyat yo'q. Ramazon oyiga xos Alloh subhanahu va taolo ajrlarni Alloh taolo ko'paytirib beradi. Rawahu Buxoriy va Muslim Ali ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Keyingi darsimizda inshaalloh mana shu Sheyx Ramazon oyida ajrlar bir necha bor ko'paytirib beradi deb sallohu keltirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sadaqatlar ko'paytirar dedi. Va yana har musulmon uchun Ramazon oyida ibodatlarni hamma turlarini ko'paytirish mustahab bo'ladi dedi. Chunki Ramazon oyida ajr va hasanatlar bir necha bor ko'paytirib beriladi dedi. Bunga Rawahu Buxoriy va Muslim, Buxoriy Muslimning rivoyatining hadisda Sheyx ta'liq qilib keltirgan. Inshaalloh kelasi darsimizda mana shu hadisdan boshlab ketamiz inshaalloh. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga yetkazsin. Alloh subhanahu va taolo yuqorida aytgan hadisimizga muvofiq Ramazon oyida